Bu video murojaatim zapravkasi bor akalarga. Zapravkasi bor akalar, sizlardan iltimos qilardim. Mana ko'rasizlar, sпрос ko'p, propanga juda ham ko'p. Mana kamida yarim soatsiz chiqib ketmayapmiz Toshkent ichida. Metanga unaqa sпрос yo'q mana. Bemalol olib ketsa bo'ladi. Bugun sal ko'payib qoldi. Zapravkasi bor akalar, agar xudo xolisa Toshkentda ham filiallarni ko'paytirib tashlasalar, xudo xolisa zo'r bo'lardi. Sababi mana, ko'rib turibsizlar, ikki qator mana. Yarim soatsiz ketmayapmiz. Pastda ham shunaqa o'chirib bo'ladi. Ertalab kelsangiz ham, obedda kelsangiz ham. Aytmoqchi bo'lganim, sпрос bor, talab bor, taklif kamda zapravkachi akalarda. Mashina propanni yo'lga qo'ysanglar, ko'paytirsanglar degan video murojaat qilyotgandim. Bu videoni o'sha zapravkasi bor akalarga, propani bor akalarga yuborib qo'ysanglar, xudo xolisa manfaatli bo'lardi. Xalqqa ham zapravkasi bor akalarning cho'nchagiga ham xudo xolisa.